Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan men Visual Online. Do'stlar, bugun menga bitta o'rtog'im challenge berdi. U yonimda o'tiribdi. Shu mana shu sandiqni tosh kirkanlar bilan to'ldirish kerak ekan. Buni men yaxshi bajaraman dedim. Do'stlar, personajni keyingi videoda ko'rsatmoqchi bo'ldim. Qandaydir qiziqarliroq chiqarmi? Qani unda boshladik. Tak, hozir daraxt buzib olamiz. Chunki cho'p kerak bizga. Shunga daraxtdan biroz ko'proq buzib olaman. Mana oq daraxt yoqmaydi menga. Qandaydir g'alati rangi ham o'zi ham. Bu qolsa kerak. Xo'sh, endi tosh qo'yamiz. Merosini ko'l olaman. Do'stlar, menga kirka yasash challenge berildi. Unaqa narsalar olishga haqqim bor deb o'yladim. Chunki shunchaki kirka yasa dedi menga. Sandiqni to'ldiramiz. Shu bilan challenge tugaydi. Biz challenge o'tgan olamiz. Do'stlar, videoga podpiska bosish esdan chiqmasin. Tezroq 100 ta bo'lishimiz kerak. Keyin 1000 ta bo'lishimiz kerak. Bunga sizlarning yordamlaring kerak. Podpiska qilib turinglar-da, do'stlar. Shuncha mehnat qilyapmiz. O ko'mir chiqdi. Gapirmasam bo'lmaydi shekilli. Ha, gapiravur, bemalol. Bu chellenjni kim berganini bilasizlar shekilli. Bu challenge hozir men kimligimni ko'pchilik tanidi yoki tanimadi. Bu o'sha Evil King Minecraft. Men bola Evil King. Bu bola men do'stim bilan eng yaqin do'stim. Shu bolaga men challenge berdim. Agar men kimligimni bilmasanglar, kommentariyada shu videoning kommentariyasida kanalimni silgasi bo'ladi. O'tib obuna bo'lib qo'yaverasizlar. Kelamiz birgalikda juda ham ko'p videolar olamiz. Xudo xolasa sizlar podpiska qilib tursanglar bo'ldi. Da, podpiska qilib turinglar. Bu bolani birinchi videosi kanalida sal hayajon bo'lyapti. O'rtada hayajonlanma dedim. Menda ham boshida bo'lgan dedim. Kommentariyada bolaga podpiska berib qo'yasizlar. Bolaga podpiska berasizlar. Kutib qolaman. Taxminan 1 stak ketib qolsa kerak. Xo'sh. Zo'r va. Oh my god. Bo'ldi. Yuzlari to'lib ketdi. Qaydaman berdim shu challenjni. Ketmaloq bo'lib qolibdi-yu. Ketmon deb tasha, cheslik bo'lsin. Na, bo'ldi, olib tashlaymiz. O'xshaydimi deb qo'shib olmoqchi edi. Men bitta videomda Wolfs Gamer degan bitta bolani ham aytib o'tirdim. U ham bizning do'stimiz. Ha, to'g'ri, do'stimiz. U ham tez orada yana videolar chiqarishni boshlaydi. Bizi o'sha bola videosida aytib o'tgandek, biz shunaqa guruhimiz bor. Harom bo'lib ketdi-yu. Mayli, siz
to'ldirishingiz kerak. Siz konga tushasiz hozir. Vizir Yo'q, onlayn. gap unda emas, buni qarang. Shoshilmasdan yasash kerak. Bitta musulga sanday. Kerakli narsalarni solib qo'yganim. Tak bu musulga, bu ham hozircha musulga. Shu endi shaxta endi. Ko'mirni buzib yuborib. Ha, ona. Payga qo'yib qo'ying. Ha, hozir. Bu bolani kanalda birinchi videosidagi yoqishi mumkin, yoqmasligi mumkin, boshida chiqib ketganlar bo'lishi mumkin, gapni eshitganlar bo'lishi mumkin. Yo'qmasa like, подписка bosib ketaveringlar. Kun kelib yoqadi. Kunlardir kelib Yoqadigan videolar olamiz. yoqadigan videolar orqali. Bizga bitta jamoamiz bor, bu bola hammamizdan o'sha o'qsizga mendan ham yaxshi biladi Minecraftni. Просто hozir sal birinchi videoga sal hayajon bo'lyapti bu bolada. Komandamiz bor, yosh Minecraft'lar jamoasi. Shu bola bizning liderimiz bo'ladi. Sirlar ochilmoqda. Qachondir aytish kerak, to'g'rimi? Aytiladi-yu ba'zi. Qachondir ba'zi bilib qoladi. Deb o'ylaydigan odamlar ko'p bo'ladi. Slow, Bu bolaning kanalida birinchi videosi 13 minutdan oshib ketadimi? Videosi 13 minutdan oshib ketadi. Qo'yish mumkin. Yo'q, 13 minutga bormaydi. 13 minutga bormasa kerak. Challenge'imizdan pastga o'tdi bu bola. Juda oson challenge bo'ldi. Keyingi challenge Qiyinroq bo'ladi. Keyingi challenge'da modlar bilan bo'ladi. Qandaydir modlar bilan. Modlar agar siz qaysidir hozir mana shu videoni ko'rib turgan odamlar bo'lsa, mod qo'shib survival o'ynash kimga yoqsa, like подписка go. Like подписка kimga yoqishi, kimga yoqmasligini bilib olamiz. Xo'sh, pochtaku 33 ta. What the fuck? Qaydan berdim shu challenge? Qaydan shu challenge? What the fuck? Azizayu. Keyingi safar 4 ta sandiqni to'ldiradi, qarab tursin. Keyingisida 64 challenge o'tdi do'stlar. Bir stack. Oshig'i bilan do'stlar, oshig'i bilan. Mana Minecraft kunida bir kun bo'ldi, mana bir kun. Shunday uxlab turib boshladik. Bir kun bo'ldi. Brachka. Netocha yetyapsiz. U katta odam. Yo'qolib qoling. Do'stlar, bugungi videomiz yoqdi deb o'ylayman. Keyingi videoda personaj ko'rsatishga va'da beraman. Do'stlar, shu bilan xayr.